Assalomu alaykum, hurmatli YouTube doshlarim, sevimlilarim, aziz muxlislarimiz. Bugun bizda dolzarb bo'lgan muammolardan biri ayollarimizda ko'pgina uchrab turibdi. Har xil stressga ko'p kirib ketish, tez charchash, asablarimiz taranglashi va buning natijasida biz noto'g'ri semirib olishimiz. Mana shunday muammolar bizda paydo bo'lganda, albatta bizni noto'g'ri semirish, uyquga to'ymaslik, tez charchash muammolari bo'ladi. Demak, stresslardan chiqishimiz uchun, mana shunday muammolardan chiqishimiz uchun sizlarga oson bo'lgan uy sharoitida retseptlar beraman. Bu retseptlardan foydalanib bemalol siz gormonal buzilishlaringizni to'g'irlab olishingiz mumkin va sizdagi mana shunday muammolar oson keta boshlaydi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi zig'ir urug'i kerak bo'ladi. Zig'ir urug'i tarkibida vitaminlar juda ham ko'p. Shu vitaminlarda eng zarur bo'lgan, organizmimizga zarur bo'lgan vitaminlardan omega 3, omega 6, vitamin A, vitamin E, vitamin B komplekslari mavjud bo'lib, bu gormonlarimizni to'g'irlashga juda ham yaxshi yordam beradi. Undan keyingi bizga yana kerak bo'ladigani oshqovoq urug'i. Oshqovoq urug'ining tarkibida esa sink bor. Sink bizga juda ham kerak bo'ladigan vitaminlardan biri va med bor. Ya'ni sochimiz stressdan ko'p oqaradi. Sochimizni oqarishiga qarshi bo'lgan med deb nomlangan vitamin aynan oshqovoq urug'ida bor. Demak, biz birinchi kundan boshlab 14 kungacha zig'ir urug'i va oshqovoq urug'ini iste'mol qilamiz. Qanday qilib iste'mol qilamiz? Zig'ir urug'i va oshqovoq urug'idan bir osh qoshiqdan olib aralashtiramiz. Albatta uni kofe molkada maydalab olamiz va o'sha 2 osh qoshiqqa aylanadi. 2 osh qoshiq mana shu aralashmani birinchi va 14 kungacha, birinchi kundan boshlab 14 kun ichida buni iste'mol qilamiz. Iliq suvda kunning xohlagan paytingizda siz buni iste'mol qilib qo'yasiz. 15-kundan boshlab yana bizga kerakli bo'lgan eng qimmatbaho tarkibga ega bo'lgan kunjut va semechka ikkalasidan ham bir osh qoshiqda olib maydalab, buni ham 15-kundan boshlab 28-kungacha iste'mol qilamiz. Kunjut tarkibida ham juda ham qimmatbaho bo'lgan, bizga kerakli, gormonlarimizga kerakli bo'lgan moddalar va vitaminlar juda ham ko'p. Kunjut tarkibida oqsillar, ya'ni kollagenga boy bo'lgan oqsillar juda ham ko'p. Ko'pchilik mendan so'rashadi, qanday kollagen ichaylik? Sizlarga tabiiy kollagen qilib mana shularni tavsiya qilishim mumkin. Kollagen ishlashni ishga tushiradi va bizga kollagenlar bera oladigan narsa bu oq kunjut. Oq kunjutni iste'mol qilishimiz. Oq kunjut tarkibida kaliy, magniy, kalsiy, foliyaviy kislota, ya'ni tuxumdonlarimizga kerak bo'ladigan mana shunday qimmatli tabiiy bo'lgan moddalar va vitaminlar bor. Shunday qilib biz 15-kundan boshlab kunjut va semechkani iste'mol qilishni boshlaymiz toki 28-kungacha. 28 kun mobaynida mana shu 4 ta mahsulotni iste'mol qilamiz. Xo'p, kunjut bilan birgalikda semechkani iste'mol qilamiz. U ham xuddi yuqorida aytganim kabi bir osh qoshiqda aralashtirib maydalab iste'mol qilasiz. Semechkani, ya'ni pista, biz semechka deymiz. Uni mag'zini olasiz, archib mag'zini olasiz, bir osh qoshiq semechka, bir osh qoshiq kunjut ikkalasini aralashtirib maydalab 15-kundan 28-kungacha biz uni iste'mol qilamiz. Semechka tarkibida ham kollagenlar mavjud, oqsillarga juda ham boy, B kompleks vitaminlar bor. Vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9 gacha. Semechka tarkibida shunday qilib foydali bo'lgan vitaminlar unda ham juda ham ko'p. Mana shu mahsulotlarni iste'mol qilib 28 kun ichida siz o'zingizning gormonlaringizni to'g'irlab olasiz, noto'g'ri semirish to'xtatiladi, gormonal buzilishlar to'xtatiladi, yoqimtoy, go'zal ayolga aylanamiz. Bergan tavsiyalarimni albatta uy sharoitida bajarib ko'ring va natijalaringizni kommentariyada qoldiring. O'z fikringizni, qanday natijalarga erishdingiz? Sizning natijangiz bizga juda ham muhim.